Andijondan bizga mana shu diskani yuborishgan, razmeri 19, qattiq ko'tarib bo'lgan paytda 8 bo'lgan va oyoqlar ham yorilgan. Bu oyog'i ham yorilgan. Mana bu tomondan bu oyog'i ham yorilgan. Mana bu tomonlar ham udar tekkan paytda qiyshayib tirishni bergan. Hozir ana shuni tuzalgan holatni ham videoda oxirida qo'yamiz. Bosh rolda o'zim bilaman, yordamchilarimiz Namangan Chustdan kelgan yangi shogirdimiz Baxtiyor aka, yana bitta shogirdimiz Samarqand Urgutdan kelgan Mirxo'jiddin ismlari. Baxtiyor aka ishni nimadan boshlaymiz? Aka Svarkadan boshlaymiz birinchi. Tamam, birinchi Svarkasini qilamiz. Mirxo'jiddin, oxirgi nimani qilamiz? Oxirgi pulni olamiz. Tamam, biz shunday qilamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin, o'zi mana shuni tuzatib ham ko'rsatamiz. Sizlarni vaqtlaringizni ko'p olmagan holda ishimiz natijasini ko'rsatib ketamiz. Mana bu oyog'ini bu yo'g'ini svarka qildik. Bu yo'g'ini svarka bo'ldi. Mana bu yo'g'larni bundan shaklini chiqarib qo'ydim. Aylanishiga bitta o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar. Bu yo'g'ini tashqi qilmadim. O'zi shundoq ham tekis chiqdi. Mana buni aylanishi. Asbisa bemalol balansировкаga javob beradi. Mana bu tashqari tomoni. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosish esdan chiqmasin.